Assalomu alaykum do'stlar. Uz sport kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz O'zbekiston sportidagi eng so'nggi yangiliklar, qiziqarli janglar va jonli efirlarni kuzatib borishni istasangiz, bizning Uz Sport Telegram kanalimizga albatta obuna bo'ling. Havola pastda. O'zbekistonning mashhur bokschisi, 2 karra jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev 29-may kuni venesuelalik tajribali bokschi Hegli Maskedaga qarshi ringga chiqadi. Ushbu jang Toshkent shahridagi Humo Arenada bo'lib o'tadi va hozirdanoq muxlislar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Sababi Murodjon Ahmadaliyev professional boksdagi faoliyati davomida dunyoning eng katta arenalarida jang qilgan va bir necha bor chempionlik janglarigacha yetib borgan. Ahmadaliyevning professional rekordida hozircha 14 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat mavjud. U o'zining tezligi, texnikasi va agressiv uslubi bilan ko'pchilikka tanilgan. Venesuelalik bokschi Hegli Maskedaning rekordi esa yanada kattaroq, 27 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat. Ammo mutaxassislar fikricha, u hozirgacha Murodjon kabi yuqori darajadagi va katta arenalardagi janglarda qatnashmagan. Shu sababli ko'pchilik ekspertlar ushbu jangda favorit sifatida aynan o'zbekistonlik bokschini ko'rsatmoqda. Agar Murodjon Ahmadaliyev o'zining odatiy tezligi va bosimini namoyish eta olsa, bu jangda ishonchli g'alabaga erishishi mumkin. Do'stlar, sizningcha jang qanday tugaydi? Murodjon nokaut bilan yutadimi yoki jang ochkolar hisobigacha yetadimi? Do'stlar, ushbu jangni sabrsizlik bilan kutib qolamiz va albatta O'zbekistonlik jangchiga omad tilaymiz.